Avval podpischiklarim kam payti uyalmasdan kameraga chiqib gapiraydim ham, istoriyalar qilaydim. Podpischiklarimdan ko'paygandan beri kameraga gapira olmaygan bo'lib qoldim. Ko'plar so'raydi, qayerdansiz deb. Men O'zbekistondan, Samarqand, Kattaqo'rg'on shahridanman. 12 yoshimga ham, 13 yoshimga ham Rossiyaga kelib qolganman. Ota-onam bilan. Shundan beri qolib ketganmiz. Necha yil? 23 yil, 24 yil bo'lyapti Rossiyaga yashaymiz. 2 marta O'zbekistonga borib keldim. U ham birinchi marta zapret bo'ldim. Ikkinchi martasi to'y bilan bordim. Qiziqqan odamlar uchun Kattaqo'rg'on, Samarqanddanman.